Hammaga assalomu alaykum. Men Ilhom O'rolov Jizzax davlat pedagogika universitetining birinchi kurs magistranti bo'laman. Maxsus pedagogika logopediya yo'nalishida. Bugungi mavzuyimiz nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalar bilan oilada olib boriladigan korreksion logopedik ishlar tizimi haqida bo'lar ekan. Avvalambor bolaning nutqining yaxshi rivojlanishida oila muhitining roli juda ham katta rol o'ynashligini biz anglashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni logoped bo'ladimi, psixolog bo'ladimi, vrach bo'ladimi, avvalambor ota-ona bilan birgalikda hamkorlikda ish yuritsa, bolada yaxshi natija yuz beradi. Xo'p, bugungi rejamiz 4 ta reja. Nutq kamchiligining asosiy sabablari va turlari haqida gapiramiz. Ya'ni nutq kamchiligining asosiy sabablari qanday sabablar bo'lishi mumkin, bu haqida gaplashamiz. Xo'p, oilada sharoitida korreksion logopedik ishning asosiy usullari, bolalarda nutq rivojlanishining baholash va diagnostika usullari, bolalarda nutq kamchiligini oldini olish va davolashning cheklovlari haqida gaplashamiz ekan. Xo'p, birinchi vaqtimiz chegaralangani uchun birinchi rejani gaplashamiz. Nutq kamchiligining asosiy sabablari bu tug'ruq jarayoni va tug'ruqdan oldingi, ya'ni ona qornidagi jarayon va tug'ruqdan keyin, bolaning tug'ilgandan keyin hayotidagi jarayonlarda, ya'ni tashqi muhit omillari asosida yuz beradigan etiologiya, patologiyalar tufayli yuzaga keladigan nutq kamchiliklarini olsak bo'ladi. Ona qornida oqsillar yetishmovchiligi, onaning asabiyligi, alkogol mahsulotlarini iste'mol qilishi, atrofdagi kimyoviy moddalarni ziyon berishi tufayli kelib chiqadigan nuqsonlarni, sabablarini olsak bo'ladi. Tug'ruq jarayonida asfiksiya holatlari, qisilib qolish holatlari, turli xil jarohatlar, tug'ilayotgan paytidagi chanoqqa tegish sababli jarohatlar kelib chiqishi, tug'ilgandan keyin atrofdagi funksional jamiyat, ya'ni ota-onani va boshqa insonlarning ta'siri yoki atrofdagi radiogen omillarni ta'sir orqali kelib chiqishi mumkin ekan. Nutq kamchiligini turlarini biz farqlay olganmiz. Ya'ni periferik va hamda markaziy kamchiliklarga bo'lsak bo'ladi. Ya'ni bosh miya orqali nutq kamchiligini kamayishi, ya'ni oddiy tilda gapiradigan bo'lsak, sizlar tushunadigan tilda, nutq artikulyatsion apparatlar kamchiliklari orqali kelib chiqadigan patologiyani biz misol qilsak bo'ladi. Xo'p, nutq kamchiligini baholashni biz asosan nutq terapevti bo'lmish logoped va psixolog birgalikda, shifokor bilan hamkorlikda uni baholaydi, qanday kelib chiqqan va maxsus komissiya orqali uning hujjatlarini tashxislash yo'li bilan aniqlanadi. Xo'p, nutq kamchiligini oldini olish bilan birgalikda ota-onalar bilan hamsuhbat bo'lganda, ya'ni hamkorlik qilganda, ota-onalar bilan uy sharoitida bola bilan ko'proq muloqot o'tkazishi, unga ertak terapiyalari, art terapiyalarini qilishi, yoshlikdan to balog'at yoshiga yetgunga qadar ota-ona u bilan birgalikda korreksion ishlarini olib borishi. Ya'ni korreksion ish deganda faqatgina o'sha logoped huzuridagi korreksion ish emas, ya'ni ota-onalarning o'zini uydagi haligi aytganimizdek ko'proq muloqotda bo'lishi bolani ancha nutqini rivojlanishiga olib keladi ekan. Nutq kamchiligini davolash, ya'ni nutq kamchiligini korreksiya qilish bu asosan logoped o'qituvchini ishi hisoblanadi. U ma'lum bir ish tizimlar rejasini tuzib oladi, haftalik, oylik, yillik bo'lsa, bu rejalarni tuzib olib, bola bilan shug'ullanishni boshlaydi ekan. Ya'ni ota-ona bilan hamkorlikda. O'z boshida bolani tuzatishdan oldin ota-ona bilan gaplashiladi. Bu nechinchi tug'ruq? Bola qanday tug'ilgan? Siz kasalmidingiz? Siz sog'midingiz? Ota qanday holatda edi? Bolani barcha anamnezini yig'gan holatimizda bolani tekshirib, ana undan keyingina ota-ona bilan hamkorlikda uni korreksion ishlar tizimiga olib kirishimiz mumkin ekan azizlar. Xo'p, oila sharoitida nutq kamchiligini tuzatish usullari deyishibdi. Oila sharoitida bolani masalan bolalar o'rtasidagi muloqot. Bolani bemalol ota-onaga savol berish, ya'ni ota-ona ko'p urishaversa, bola savol berishga qo'rqib qoladi. Masalan, ochiq savollar berish, tinglash orqali ota-onalar bilan muloqotini kuchaytirish mumkin. Bu nutq rivojlanishini tezlashtiradi. Albatta. Nutq rivojlanishi uchun ota-ona bemalol farzand bilan muomala qilishi kerak bo'ladi. Oila sharoitida nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun o'yinlar va mashg'ulotlar muhim. Masalan, takrorlash va hikoya aytish kabi faoliyatlarni nutq rivojlantiradi. Ya'ni ota-ona bolaga topshirmoq aytib, tez ayttirib, kitoblarni o'qitirib, ertaklarni o'qib tursa, bolaning nutqi, fikrlash o'zi sekin-sekin oshib ketaveradi. Ko'p foiz rivojlanishning ko'p foizi ota-onada. Resurslar va materiallar, oila uchun mavjud resurslar, o'yinlar, kitoblar, audio materiallar, ular
nutq faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Aynan telefonda ular video ko'rib o'tiraversa, nutq yaxshi rivojlanmaydi. Aynan ular faqat video ko'rib o'tiraversa. O'shaning uchun boshqa materiallardan ham foydalanishimiz zarur bo'ladi. Chiroyli kartochkalardan. Xo'p, oila sharoitida nutq kamchiligini tuzatish jarayoni ma'lum bir vaqt olishi mumkin. Insonga bu oldindan biz mo'min musulmon bo'lganimiz uchun sabr toqat degan narsa bo'ladi. Ota-onaga ham sabr toqat kerak. Ba'zi ota-onalar bolam tuzalmayapti deb siqilib qolishadi. Yo'q, aslo bunday narsaga chek qo'yishimiz kerak. Ota-ona bekorga asabiy bo'lib, stress bo'lib qolishadi. Allohning berganiga shukr qilib, o'sha farzandini tuzalishini sabr toqat bilan ko'rib, ular ham birga qatnashib va vaqt kelsa, Xudo xohlasa, farzandi tuzalib, yaxshi ravon nutqida gapira oladigan bo'ladi. Buning uchun nima kerak? Sabr, toqat, harakat va duoda bo'lish kerak. Xo'p, oila sharoitida nutqni rivojlantirish resurslari haqida tepada gaplashdik. Baholash usullari. Ota-ona, ya'ni ko'proq ona yoki ota farzandini baholab ketishi kerak bo'ladi. Rag'batlantirib, shundagina bola xursand bo'ladi albatta. Xo'p, nutq rivojlanishini baholashdagi yangi texnologiyalari. Xo'sh, bu muhim emas. Nutq rivojlanishini baholashni oila rolining ahamiyati juda ham kattaligini biz tepada ham aytib o'tdik. Nutq kamchiligini oldin olishda oilaning roli. Albatta, ota-ona kamroq urish kerak. Bola ko'p urushlardan bezib ketadi hamda qo'rqqani tufayli duduqlanishga olib kelishi mumkin va boshqa psixik jarayonlar, ya'ni psixikani orqada qolishi, ota-onani kam gaplashishi tufayli nutqni ham orqada qolib ketishi kuzatilishi mumkin. Hamma narsa ota-onaga ham bog'liq ekan. Nutq kamchiligini davolashda oilaning ishtiroki muhim rol o'ynaydi, azizlar. Bizning vaqtimiz chegaralangani uchun hammaga rahmat. Ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Sizlar bilan Jizzax davlat pedagogika universitetining 1-kurs magistranti Ilhom O'rolov bo'ldi. Rahmat hammaga.